85.000 qo'ydi deysiz, to'g'rimi aka? 85.000 qo'ydik. Sotilmadimi? Endi men aytgan narxni qo'yamiz. Mayli. 79.500 dollarga mana shu xonadon kelishtirib qo'ydik. Shuncha narxga tushirib yuboribsiz-da, Sardor. Eng qizig'i, bundan oldingi qo'ygan videomizda keyin bilan kelishib qo'ydim. Siz aytgan narx sotilmasa, mana shu xonadon men aytgan narxga qo'yamiz deb aytdim. 79.500 dollar kelib turib, baraka qolsanglar bo'ladi. Eng qizig'i, o'rmon oshxonada 4.5 ga 5.5. Okam qattiq ko'rgansiz, oshxonani 4.5 ga 5.5. Bunaqa televizorlar bilan qilinganini. Mana qaranglar. Har bitta xonamiz mana shunaqa chiroyli ranglarda ishlatilgan. Ko'rayotganingizdek, mana qaranglar. Mashalloh, juda chiroyli-da. Koridor ham keng bo'ladi. Zali 6.5 metr bo'ladi, mana qaranglar. Gap yo'lagi televizorlarni qaranglar. Hop, chap tomonimizda bitta detskiy xonamiz, bu yerda yana bitta xonamiz. Xonasi juda ko'pda. O'ng tomonimizda bitta spalni, bunday televizorlari, mana bu divanli zona, mana qaranglar. Sanuzel juda ko'pda. Mana qaranglar. Bu yerda ham sanuzel bor. Ko'rayotganingizdek, ikkita spalni bo'ladi. Bunaqa vash pul ayalmasdan tiqilgan xonadonni bemalol ayta olaman bu xonadonni. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Toshkent tumani Yangi Toshmi postidan kirganimizda necha kilometr? 9 kilometr kirganimizda To'labey degan joyda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastga nomerga telefon qilib 79.500 dollarga kelib turib baraka qo'rsanglar bo'ladi, aka. Mana qaranglar.